Twitter'ning 2 dekabr payshanba kuni bildirishicha, mazkur shirkat 3500 ga yaqin hukumat tashviqoti qiladigan hisobni taqib etgan bo'lib, bularning ichida 2000 dan ortiq ko'pragi Sharqi Turkiston va Uyg'urlarga aloqador uchur tarqatdi ekan. Bu tekshirishda Twitter Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni bilan hamkorlashgan bo'lib, Twitter'dagi bu hisoblarning Uyg'ur qirg'inchiligi haqida xalqaro Xitoyning qarashlarini tashviq qilayotganligini bayqagan. Amerika Aksiya Savdo Komiteti Amerika aksiya bozorida faoliyat qilayotgan shirkatlarning chet el hukumatlari bilan munosabati bor yo'qligini tekshiradigan yangi belgilama chiqargandan keyin Xitoy bu belgilamaning Xitoy shirkatlarini nishon qilganligini aytib norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Jawlijan Amerika Aksiya Savdo Komitetining qarorining Xitoy shirkatlariga besim ishlatishga urinish ekanligini aytdi. Xitoyning Tayvanga qaratgan ig'vogarchilik harakatlarining kuchaytirishiga ergishib, Yaponiya va Amerika Tayvan haqidagi maydonini qayta ta'kidladi. Yaponiya yana bir qatim Xitoyni ogohlantirdi. Yaponiyaning sobiq davlat mudofaa ministri Kono Taro iqtisodiy jazoga ishorat qilib, Xitoyni Tayvanni zo'rlik bilan tortib olmaslikka ogohlantirdi. Viyanadagi yadro suhbati vaqtliq to'xtatildi. Tehron hukumati suhbatga baho berib, yaxshi ammo asta ilib berilayotganligini bildirdi. Taraflar Viyanada 2015-yili imzolangan va Trump hukumati chekingucha 3 yil kuchga ega bo'lgan yadro kelishimni yangilash to'g'risida suhbatlashayotgan edi. Xitoy Tashqi pirovard boshqarish idorasi bozorni kontrol qilish, aldamchilik va suiiste'molga qarshi turish uchun tashqi pirovard savdosiga oid qoidalarni kuchaytirganligini bildirdi. Xitoy Tashqi pirovard boshqarish idorasi to'nog'in e'lon qilgan bayonotida mundaq dedi: "Bu belgilama tashqi pirovard bozoridagi savdoni tangshash va kontrol qilishga foydali bo'lib, bozorning faoliyatini odil, muvofiq va unumli davomlashtirishiga yordam beradi." Ukraina davlat mudofaa ministri Oleksiy Reznikov parlamentda Rossiya 94 ming Rossiya askarini Ukraina chegarasiga o'rlashtirdi dedi. Reznikov mundaq dedi: "Bizda ig'vogarchilik bo'lmaydi, ammo ig'vogarchilik yuz berganda biz javob qaytarishga tayyor." Qirg'iziston Turkiya Manas universiteti Qirg'izistonning poytaxti Bishkekka joylashgan bo'lib, qurilganligiga 25 yil bo'ldi. Universitet o'quvchilarga ilmiy va madaniyat jihatdan mo'l fursat yaratib beradi. Qirg'iziston Turkiya Manas universitetida turkcha va qirg'izcha dars berildi.